jonli, jon bor, jonli kuylash kerak edi. Fonogrammada, men masalan, fonogrammada men qo'rqaman. Fonogrammada to'g'risini aytsam, ko'p holatlar bo'lgan, juda ham uyaltiradigan holatlar bo'ladi. Fonogrammada menda ikkita joyda bo'lgan, hattoki shunaqa davlat tadbirida men bilasiz, u playback iPadda shunaqa holat bor, tezlashtirsangiz ovoz mayinlashib ketadi, orqaga tortsangiz bu yo'g'onlashadi. Shunaqa chiqqanimda qoshlari qora bo'ldi menda ovoz. Mana ovozim emas, hattoki chiqib shu mana joyi bor o'zini to'g'rilaydigan. Juda ham uyatli narsalar ko'p bo'ladi. Men qo'rqaman bu narsadan. Men jonli ijro tarafdoriman. Ya'ni bizga bu unvon xizmat ko'rsatgan yoki xalq artisti bejizga berilmagan. Biz o'sha rahbariyatni oldida jonli ijrolar qilganimiz uchungina bu sizga darrov beriladigan mukofotlar emas. Buni oqlash ham kerak.